Hürmetli dinleyiciler, endi sahifamızın çeklengen eserler kısmında Zeynül Canishib Hanim yazgan Köz Yeşili Nemlengen Zemin namlı eserinin devamını anlayışlar. Bunu Aygülüz tayarladı. Assalamu alaikum, hürmetli radio dostlar. Bugünkü roman anlatı sayfamızda Zeynül Canishib Hanim yazgan Köz Yeşili Nemlengen Zemin namlı tarihi eserini okuşunu devamlaştırırız. 18 may. İşten keyin ikki saqchi bir turmaga qaraydigan mahbus kelib, o'rin ko'riklarimni elib, yumaloq zalda turib turishimni buyurib, ondan shu zalning ikkinchi uyidagi Safida yotgan kamerga meni, men yotgan kamerga Safidani almashtirib ko'chirib qo'ydi. Bu uyning darisi kungay tarafga qarab turg'achqami bir oz yo'riqroq edi. Meni bu kamerga yo'tkashning asosiy sababi mening tam orqali muallimim Mavkan bilan so'zlashganligimni inkor qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, talada ishlovchilar bir-birisi bilan so'zlashgan ham naqshi aytgan bo'lib, uydagilarning kelganligidan va boshqa meni izlab kelib salom yo'llovchilardan xabar aytib beradi. Salom yo'llovchilarning ba'zilarini men tanımaydım ve bana özlerinin salamlarını aytib turardi. Men hem ular bilan so'zlashatdim. Bu haqda tashkilga inkos qilinganligi uchun bir qancha yoshlarni emgakdan qoldirib turmga so'rab qo'yibdi. Buning uchun meni bir qatim so'roqqa elib chiqdi. Shunlashqa meni yotoq almashtirib qo'ydi. Men ko'chib kirgan uyning darisi arqa o'yla qaraydi. U tarafda odam yo'q, tinch edi. Bu arqa o'ylaga tushdan burun ham tushdan keyin bo'lib, kuniga 2 qatim turmadagi odamlarni eyga bir martaba taloq elib chiqib, yotgan ko'rplarni oftobga yeyib, choch soqol, tirnoqlarini oldiratdi. Erlar boshlarini yuyatdi. Men dariza orqali taloqqa chiqqan turmadagi mahbuslarni ko'rib turardim. Tam qo'shna 4-chi kamerdagi Sultan degan odam bakmi tinch, mang'an turgan hech qanday ovoz anglanmaydi. Ba'zi kunlari uningmi yuragi siqilsa kerak, Alloh, Alloh deb to'lg'an dardlik ovozi odamning yuragini ezatdi. Keyingi kunlarda men bu odamning turmda vafot bo'lganligini angladim. Men bu yotoqqa ko'chib kirib 2-chi kuni og'rib qoldim. Put-qo'llarim va qapoqlarim ishib, tomoq yegim kelmay, kuchsizlanib yetib qoldim. Atganki hojat vaqtida saqchilarga "Men og'rib qoldim, doktor chaqirib bersang" dedim. Bir soat qammasdan turma eshigi ochilib, uzun bo'yliq, o'riq bir xanzo doktor oq xalat kiyib kirib keldi. Eshikda bir saqchi bizning yanimizda birisi qarab turdi. Doktor so'rab tekshirib bo'lib, "Jigar yaxshi emas, ukol qo'yman" deb tomirdan glukoza ukol berdi. 3 turlik vitamin berdi. "Qoldirmay ichib tur. Men tashkilga sening og'riq ahvolingni yetkazib qo'yman va sana og'riq tomoqqa yezib beraman. Bugundan boshlab kuniga bir vaqtliq, ya'ni qo'noqnonning o'rniga oqnon berdi. Kunda kelib, ko'rib ukol qo'yib turaman" deb chiqib ketdi. Qaraganda doktorning o'zimi mahbus o'xshaydi. 2 saqchi billa kelib, billa elib ketdi. Shunday qilib, doktor 15 kun ukol qo'yib tekshirib turdi. Men 4 kun yetib qoldim. Hojatxonaga elib chiqqanda "Salom sizga Söngül, salom sizga qizchaq" deb salomlashgan so'zlarini anglab, saqchi mendan yiroqda bo'lsa, men ham salom berib o'tdim. Bu qatim og'rib qolganda har kamerdan "Yaxshi bo'lib qoldingizmi?" Ba'zilari "Alloh shifolik bersin" deb hol so'rab, hissdoshlik bildirishadi. Mening ruhimni ko'taradi. Xususan 9-chi kamerdagilar har bir o'tganimda shunday chiroyli so'zlar bilan salom qilib, hissdoshlik bildiradi.
Men ularni ko'rmasammu yaqin do'stlar va qarindoshlardek ko'nglimga yaqin edi. Endi oldingi ho'yilda ishlayotganlardan bir qancha odam mening dariza tuvimga ishlagil kelib, mendan hol so'rab, saqayib qoldingizmi, deb, barliq yo'ldoshlar sizga salom yo'ldi, saqayib qoling, deb hol so'rab ketadi. Bu odamlarning menga qilgan g'amxo'rligi ruhimga ruh, saqlayishimga kuch bo'ldi. 22 may 24 kuni uydagilarning men bilan munosabat qilishiga aram ruxsat qilindi. Atigan uyning ichida yurib Kichik eshikni ochib qaynil bir parcha xat bilan 10 so'm pulni mang berdi. Xatni o'qisam, opam, singlim Zakiya, tog'amning ayoli Mahfuza opay meni yo'qlab kelgan ekan. Xatni o'qib bo'lib, men yaxshi turibman. Meningdan ansirmanglar. Kirgizgan 10 so'm pulni topshirib oldim, deb xat yozib berdim. So'roqchi qaynil ketgandan keyin xatni qayta o'qib chiqdim. Opamning ish tikib, oilaning jafosini tang tortishib, 10 bola uchun tang kuyinganliklari, osh to'q yurisimi, bolalarim o'qib olsin, bizdan bolalarga shu bilim miros bo'lsin deyishlari. Meni hech kimga tang ko'rmaslari va turma oldida yig'lab turganligi ko'z oldimga keldi. Dadamning, balam o'qishing tugashga oz qoldi. Sen xizmatga chiqsang, oiladagi qiyinchilik bir oz bo'lsimi yeniklar edi, degan so'zi qulog'imga jaranglab anglab ketdi. Kichik ukalarimning akilab kelib, "Hada, o'qishing qachon tugaydi?" deb so'rashlari ko'z oldimga keldi. Qo'limga 10 so'm pulni elib, mushu pulni qanday qiyinchilik tepkagan bo'lg'iydi, deb o'ylab, ko'nglim bak aski bo'ldi. 25 may soat ular bilan meni so'roq ilib chiqdi. O'ylada mahbuslar ishlayotdi. Men ular bilan salomlashib, so'roqqa kirdim. Ustal ustida uydagilarning mang kirgizgan narsalari turardi. Ular menga: "Ma'u narsalarni opingiz elib kelgan ekan. Topshirib og'aligingiz uchun bir parcha xat yozib bering", dedi. Men hujjatni berib o'tib, "Sandiqning ochqichini beray, kiyimlarimni akilib bersin. Kiyim yo'tkamagili bir oy bo'ldi, paskina bo'lib ketdi", dedim. Ablazniyaz qog'oz bilan ochqichni elib, maktab bilan so'zlashmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Ko'p o'tmasdan maktabga telefon berdik. "Bugun o'zlari hammasining kiyim-kechak narsalarini olib beramiz" dedi. "Ular bekor avar bo'lib, uxmay ketib qoldi", dedi. Shundan keyin 2 soat so'roq bo'ldi. Tushdan keyin soat 2larda talodan odamlarning so'zlashgan ovozi anglandi. Men kunda degidek taloga chiquvchilarni bir amal qilib ko'rib turardim. Lekin bu odamlarni bir-biridan farq etish qiyin edi. Chunki hammasi marksdek bomba soqol, rangi seriq, o'ruq bir xil odamlar. Bularni bir-biridan ajratib tunig'li bo'lmaydi. O'sgan choch, soqollar odamning qiyofatini o'zgartirib tashlaydigan. Men o'tirdim. Bir vaqtda talodikilarning so'zlashgan ovoz anglandi. Turumdikilarni elib chiqdi-da, deb o'ylab turardim. Ularning Qizilgul, Atirgul, Layligul, Modangul, Suyingul degan so'zni angladim. "Voy", deb o'rnimdan turib quloq solishga boshladim. Ular yana so'zni takror qilishga boshladi. "Dunyoda qizilgullar ko'p", desa, ikkinchisi Qizilgul, desa, yana birisi Atirgul, Modangul, Layligul, Suyingul deb takrorladi. Men bu oblizg'u, deb uyning o'tirsa, xo'shallig'imda nima qilishimni bilmay turib qoldim. Biz maktabdagi chog'imizda o'quvchilar o'ltirishimizda meni doim sarmon kuyga keriltatdi. Men o'zimni qaysi kamerda borlig'imni belgi berish uchun
mushu sarman kuyga jerildim. Oxiri men ularni ko'rish uchun derazaga yamishqa o'rindim. Lekin bizga sirtqilar bilan so'zlashdi, tala qarab aloqa qildi degan bahona bilan derazalarning aynaklarini sirlab qaytadan qo'yish uchun butun derazalarning ramkalarini elib etgan edi. Saqchilarning tam beshidan mengib ikkinchi tarafga ketganligini ko'rib, men amdi derazam qaray deyotganda eshik jaranglab ochilib, meni boshlab elib chiqib ketdi. Biz kelganda onki to'shqizgan uyga kirsam, maktabning amonlig'ini saqlash bo'limidan bir kadr bizning narsalarimizni elib kelgan ekan. Men o'z narsalarimni ayirib elib, kerakli kiyimlarimni va kitoblarni aqilib, qolgan narsalarni pechaklab, turmining ichidagi iskilot uyga elib kirib qo'ydim. Iskilotning ichi chamadon, sanduqlar bilan liq to'shqan edi. Darslik kitoblarning hammasini musodir qilib elib qolganligini menga uqtadi. Ablis Ahmad To'xti sajidalarning narsalari uyning ichida chechilib yotadi. Bu bizning maktabdan oxirgi qo'l uzishimiz edi. Biz maktabga qaytib berishni o'ylamasakmi, lekin ko'nglim bak asli bo'ldi. Qimmatli radio do'stlar, bu tarixiy asrning davomini haqiqatimiz anglitishimizda davomli huzurlar sunamiz. Diqqatli bo'lganlarga rahmat, xayr xo'shliklar. Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilan bu nöbetlik yoruq sayınlar sahifimiz bu yerda oxirlashdi. İler qatim ko'rishguncha xushvaqt bo'laysizlar. Xayr xo'sh.